Durdona ismi ortida shunchaki go'zallik emas, balki topilishi qiyin bo'lgan nodir bir qudrat va qimmatbaho sir yashirin ekanini bilarmidingiz? Bu ism forsiy tildan olingan bo'lib, dur marvarid, dona esa yagona ma'nosini anglatadi. Ya'ni u tengsiz gavhar yoki yagona marvarid ramzidir. Psixologik nuqtai nazardan durdonalar tashqaridan juda muloyim va nozik ko'rinsalarda, aslida ularning ichki irodasi po'latdek mustahkam bo'ladi. Ular tabiatan juda kuzatuvchan va hissiyotlarga boy insonlardir. Har qanday davrada o'zining aslzodalarga xos tutumi va samimiyligi bilan ajralib turadi. Durdonalarning siri shundaki, ular qiyinchiliklar qarshisida sinmaydi. Aksincha, xuddi marvarid kabi bosim ostida yanada yaltirab, sayqallanib boradilar. Agar sizning hayotingizda ham shunday qadrli durdona bo'lsa, ushbu videoni unga yuboring. Siz biz uchun gavharsiz.